Alo. Alo. Ha, onajonisi. Yaxshimisan? Ha. Qachon qo'nyapsanmi? Yaxshi ishlayapsanmi? Bo'pti, mana ishdan chiqyapman. Yo'qsanmi? Guruch sovuraymi kelishingga? Ha. Ana kirlarni yuvib qo'ydim. Hammasini yuvib. Ha. Hozir ana batareyaga ilib qo'ydim. Qurigandan keyin dazmollab olaman. Qilmadingizmi? Ha. Qamon aka, qalaysiz? Qamon aka, ko'raymi? Qo'rqagan hazillashyapti, bo'p keyin gaplashamiz. Qanaqa odamsiz, aka? Namuncha qo'rqasan, voy. Endi anundan mana shunaqa hazillashib, juda rosa to'polon bo'lgan, aka. Namuncha qo'rqasan-da? Kecha telefon qilsa, shang-shang gapingni tushunib bo'lmaydi. Nima so'rayapti deydi? Ha, ana siz ham choyxonalarga borayotgan ekansiz, va? Ha, men shu ishlarim ko'payib ketib, shu ishdan o'tolmayman. Sanlarni bilaman, xotiningdan qo'rqasan. Ya, aka, bahona qilmang. Chekkanini jo'natmayaptilar sizga ham. Men nima deyapsan? Xotindan qo'rqadigan erkakga o'xshaymanmi? Sanlar unaqa xotindan qo'rqib. Endi men xotinim bilasiz, endi men hech qayerga ishonmaydi-da. To'polonchi xotining. Dash qilaveradi-da, aka. Ha, chiroyli bir qo'g'irchoq bo'lasan. Senga ishonmasa kerak. Endi shu desangiz, mana shu xotinidan qo'rqadigan 5-6 erkaklar bilan gap o'ynamoqchimiz. Qo'shilasizmi? Endi shu xotindan qo'rqadiganlar bilan o'tirishim qoldi. O'zi bir 7 tani shunaqa qasallashgan shekilli qo'rqadiganlar. Ha. Ayollar addinni kafeda, ana xonada, biz addinni xonada o'tiramiz. Endi to'g'ri o'ylabsanlar, baribir men choyxonaga ketganda xotin uyda beshanib o'tiradi. Xotinga ham bor deb aytsam, yaxshi ko'rsam bo'lsa kerak ham. Telefon qilib so'raychi. Ha, rozi bo'ladimi yo'qmi? Endi undan ruxsat so'ramayman. Shunda qaraganda uyda o'tirsam o'tiradi, o'tib yur desam bo'ldi. Kasal o'tirgan bo'lsa ham chiqib keladi, o'rasa. Telefon qiling bo'lmasa. Keling hozir uyda edi. Hozir telefon qilaychi. Hozir bir minut. Ha, nimaga ol, menga o'xshab. Sizga o'xshagan emasman. Alo. Ha, jonim, yaxshimisan? Ha? Sansira boryapsizmi? Yaxshi o'tiribsizmi? Tinchlikmi, nima gap? Bezovta qilib qo'ymadimmi? Qarang. Kirlarni yuvdim, faqat dazmollar hali qurilmagan ekan, hali borib aniq qo'yaman. Ha, keyin qarang, men o'rtoqlarim shu xotinni yuvarmaydiganlar bor, endi sizlar bu qazlashib yuvarmaysiz. Ular ham ko'pini yuvarmas ekanda. Shunda hozir bir zo'r narsa reja tuzishibdi. Er xotin boramiz, ayollar alohida xonada, erkaklar alohida xonada o'tirar ekan. O'shanga nima deysiz? O'shanda bir so'raydi o'dingiz. Ha, bo'pti. Faqat mani bo'sh kunimga o'tiramiz. Bo'lmasa o'tirmaymiz. Yig'ishtiring karam sho'rvoyingizni. Endi sizni bo'sh paytingizga qarab gap qilamiz-da. Ha, bo'ldi. Bo'ldi, hop bormayman bularga. Ha, xo'p, rahmat, xo'p. Ha, bo'ldi, mana hozir gaplashdim. Qanday bo'lar ekan, u o'zi baqirib berdim. Men aytganim bo'ladi. Borasan desam, borasan, bormaysan desam, bormaysan deb mushtiradi hozir bor. O'zi ham hayron bo'lib qoldi. Bo'ldi, hop, adasiz demasangiz shu deb. Yo'q, bo'ldi. Lekin qachon men aytsam, mashina o'tiramiz, o'sha anaqa qiladi. Men ham ishim ko'p-da, olma, bo'sh kunimga qaraymiz-da. Meni bo'sh kunim bo'lsa, o'shanda o'tiramiz. Bo'ladimi? Ha, bo'pti. Bo'pti, mana. Sal erkak bo'lar-ey. To'g'ri. Qoyil. Rosa qo'rqmas ekanlar xotinlardan.